1 minutda yurak 250 ta urib ketishi bu normal hodisa emas. Do'stlar, 50 yoshli inson Andijon viloyatidan qabulimizga keldilar. Ularni bo'lib o'tgan voqea asosiy darvoza taqillagan, ovqat yeb turgan paytlarida birdaniga darvoza taqillab ketish natijasida qo'rqqanlar. Shundan keyin u insonni kutib olishga chiqqanlarida mazalari qochib, tez yordam chaqirib va tumandagi reanimatsiya bo'limiga yotqizilgan. Yurak birdaniga 250 ta urib ketayotganligi aniqlangan. Shundan so'ng muolajalar o'tkazilgan, dori vositalari, inyeksiyalar yordamida bu to'xtatilgan. To'xtatilgandan keyin EKG qilinsa, tug'ma aritmiya ekanligi aniqlangan. Bu oddiy Wolff-Parkinson-White sindromi. Ya'ni akamiz 50 yilda birinchi marta yuraklarni EKG qildirib, tashxislarini keyin aniqlashtirganlar. Va shundan so'ng bizga murojaat qilganlardan keyin ularda oyoq tomirlari orqali kirib, kateterli ablatsiyani amalga oshirdik. Yurakdagi qo'shimcha tug'ma yo'lni operatsiya yo'lida, ablatsiya usulida olib tashab davoladik. Agar sizda ham xuddi shunday birdaniga yurak tez urib ketishi ro'y berayotgan bo'lsa, EKG qilishni unutmang. Nafaqat yurak tez urib ketishi, balki oila a'zolarimizni hammasini ham EKG qilishimiz kerak bo'ladi. Chunki kasallikni oqibatini davolagandan ko'ra uni oldini olgan doim afzaldir. Bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.